Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimizni kecha zakotovka jarayoni chiqardik. Mana bugun ustalar mana kraska sepish jarayonini ham chiqaryapmiz. Firmalarimizni mana shunday chiroyli holatda kraskalar beryapmiz. Bu joyimiz 17 metrlik firma, mana turishlari. Ustalar mana kraskani olishyapti. Bu yerda akamiz ham xudo xolasa chiroyli holatda bitkizyapti. Obyektlar bo'lsa aytaverasizlar, mana kraskasigacha qilib beramiz. Ustalar bilan mana xudo xolasa o'zimiz firmani qilib, o'zimiz kraskasini sachyapmiz. Hozir ustaga da mana maslahat olamiz. Bormi usta? O'zingizlar qildinglarmi firmalarni? Ha. Chiroyli holatda kraskalar qo'yasizlar ekan-ku mana. Ha, yaxshi, malades. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa kraskasigacha ham qilib beraveramiz. Tunikasini yopib usta. Kraska joylar jarayonlari. Mana xudo xolasa oqmaydi, netmaydi, mana chiroyli holatda malakali ustalar tomonidan bo'lyapti. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab bespasredlik ustalarni chiroyli holatda olib beramiz. Yana mana qorilari, keyingi firmalar tomonidan ko'rinishlarni ham olamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, 170 mingdan 250 minggadir. 250 mingdan degani mana qorinlari bilan mana shu yerga hozir 14 metrlik qorin o'rnatamiz. Qorinlari bilan chiroyli holatda qilib beramiz. Mana kraska bo'lmagan firmalar, bu kraska bo'lgan tomonlar. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli holatda bitkazib beramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.